duxovkasiz tez, oson va mazali desert retseptini olib keldim. Tavamizga margarin yo'g'ida sariyog' solib, bir ro' eritib olamiz. Gazimizni o'chirib, shakar solib, uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Shakarli massamiz sovigandan keyin tuxum solib, uni ham yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Faqat tava sovigan bo'lishi kerak. Kakao bilan unni bitta qilib solish shart emas, alohida sosib bo'ladi. Birinchi kakao, keyin un. Ozgina qattiqroq massa bo'ladi, qo'rqib ketmaymiz. Sut solib eritamiz. Ozgina iste'mol sodasi. Endi massamizni o'rtaga chiroyli qilib tekislab olib, ustini yopib qo'yamiz. Juda ham past olov bo'lishi kerak. Pishib chiqqandan keyin shunaqa tekshirib olamiz. Ustiga bitta kofe damlab qo'yib yuboramiz. Menda qolib ketgan shokoladdan bor edi, uni ham surdim. Ustidan fistashka ham sochib yubordim. O'zingiz xohlaganidagi dekor qilib bo'ladi bemalol. Juda ham mazali, yumshoqqina, tez pishadigan desertimiz tayyor bo'ldi. Mana va retseptlarimni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'ling.